Assalomu alaykum azizlar. Yana bitta zo'r skuterimizdan kelgan Z2 modeli. Obzorini zo'r qilib qilganmiz. Videoda oxirigacha ko'rasizlar. Bunisi qora modeldan ko'rib turibsizlar. Rulini o'zida katta yoritqich chiroqlari bilan va o'zgacha chiroy berib turuvchi LED faralar bilan jihozlangan 16 ballonda. Videoni skuter olaman deb yurgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Akalar, skuterimiz ko'rib turganinglardek katta fara, LED fara, поворотниклар bilan jihozlangan. To'rimiz sistemasi diskli, jidkishli bo'ladi. To'rimiz sistemasi ham juda zo'r. 16 ballon shiroki. Saqa diskada o'ta chiroyli bo'lib turibdi, ko'rib turibsizlar. Katta model. Bemalol ikki kishi o'tirsa, qisilmasdan ketadigan sidenya va sideniyaning tagida yukxonasi juda keng, 5-6 kilo kartochka bemalol sig'adi. Qo'shimchasiga yana kuryerlar uchun alohida 30 litr hajmdagi yukxonasi mavjud. Kuryerlar bemalol ishini chop qilib bajara oladi. Azizlar, ko'rib turibsizlar, orqa motori 1.2 kW, расход unaqa bo'lmaydi ko'p. Ko'rib turibsizlar, ikkita запасной kalt pultlari bor. Pultdan boshqasi ham bo'ladi. Tezligini ko'rsatib o'taman. 3-sportga olganda soatiga 56 km/soat tezlikda bosib o'tadi. Odami bilan 45-50 km/soat tezlikda harakatlana oladi. Azizlar, bu modelimizni oq-qora ranglar mavjud, nalichida turibdi. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Vodiy, Qashqadaryo, Samarqand bo'ylab dastavkalarimiz mavjud, filiallarimiz ham bor. Telefon qilsanglar, aloqaga chiqsanglar sizlarga aytib o'tamiz.